Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz iste'dodli aktrisa Zamira Beshimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Taklif uchun rahmat. Yaxshi keldingizmi? Nega Beshimova familiyangiz? Bilsak bo'ladimi? Juda ham ko'p odamlar bu savolni berishgan va shuning uchun kichik yoshimdan ota-onamdan so'rab olganman, nima uchun bunday ism deb, bunday familiya deb. Sababi bu juda ham qadimiy familiyalardan biri. Usta Beshim bo'lgan ekanlar. 5-farzand bo'lganlari uchun avvallari toza o'zbek ismlari aynan shunday sanoqson yoki biron bir ish faoliyatiga qarab berilgan. Ko'pchilikni xabari bo'lmasa kerak hozir bu haqida. Asosan hozirgi davrda yoki arablarga xos yoki boshqa bir millatga xos ismlarni ma'nosiga ham qiziqmasdan olamiz, lekin o'sha paytda sanoqson bo'yicha ketgan ekan. 5-farzand bo'lgani uchun Beshim deb qo'yishgan va aynan mana shu ismni davomi sifatida Beshimova bo'lganman. O'zingizga yoqadimi familiyangiz? Har xil vaziyatlar bo'lgan, yoqmagan vaziyatlar ham bo'lgan. Hozir ha, chunki juda ko'pchilik aynan bizni sohamizda ismimni esla olmasa ham familiyamni biladi. Familiyangizni eslaydi. Kimniydi yoki kimni chaqiramasa Beshimovani chaqiramiz deyishadi. Shu darajagacha olib chiqa oldimki, demak bu familiya bilan faxrlansam arziydi. Tushundim. Insonni, ijodkorni taniqli bo'lishi uchun, umuman taqdiri uchun ism, familiya ahamiyatlimi? Ko'pchilik aynan ahamiyatli deb o'ylagani uchun ismini ham familiyasini ham o'zgartirib ko'radi. Go'yoki sahna uchun boshqa ism kerakdek. Aslida-chi? Aslida mehnatingizga qarab. Mehnatingizga? Aynan mana shunday deb o'ylaganlarning fikriga ko'ra Beshimova familiyasi umuman sahna bop emas. Siz yaxshi yozasiz, ha? Bolalar uchun kitob ham yaratdingiz, ertak kitobi. Adashmasam, Tishlar saltanatimida yana yozyapsizmi? Bu birinchi kitobim emas. Uzoq yillardan beri yozaman. Aynan bolalar uchun ham ko'p yozaman. Bu narsani bu sohadagilar bilishadi. Yozuvchilar, shoirlar, jurnalistlar. Meni aslida aktrisalikdan emas,